Bir adam kapısını g'ajasa, siz mi görüp g'ajasanız, undaqda siz maşadan bilan o'xshash, xuddi bir tal ishdan birisi kelib sizni tishlab olsa, siz birib ishni tishlasangiz, siz yengalasangiz yaxshi ish etsiz. Agar yengamay qolsangiz ish qilmayapsiz degan gap. Shunga qanday odamni adam tillaydi bilamizlar? O'zingizdan eshib ketgan, oldingizga ketgan, yaxshi kun ko'rayotgan odamni boshqalar tillaydi g'ajab shundami? Undan keyin men bir ta kitobdan bilan anglab birodarlar, desam inkas rayoniga ba'zan bunday yozib qo'ydi xolos. Ma kitobni odamni hammasi mag'lub etdi deydi. Men biraz gaplayman. Agar o'sha odamning gapini anglasanglar, sizlar yaxshi kun ko'rmaysizlar. Shunga bugun sizlarga bir yo'ldan meni ko'rsatay. Mangu natijasi bor odamning gapini anglang. Natija hergiz odam oldimaydi. Lijachingmi deydi. Mangu odatga odamning taklifini anglamanglar. Chunki uning taklifininki unumi bo'lgan bo'lsa, u qandaqa allaqachon odatga odam bo'lib qolmaydi. Şunlaşkı mangu natijasi bor odamninki gapini anglaydi. Ularda bir odam kelib sizni qo'yib etgan bo'lsa, oldirib etgan bo'lsa, u odamga siz rahmat ayting. Bir odam kelib sizni tillasa, qo'yib etsa, siz mi berib uni tillasangiz, siz bilan u odamning zoti qanday farqi bor? Siz mashtaring.